Hammaga assalomu alaykum. 28-may kuni analizimizni boshlaymiz va birinchi har doimgidek ko'rib chiqamiz qaysi biri ishladi, ishlab bermadi, qancha minus, plus hammasini e'tiborga olamiz. Tak, indeks dollar kecha bizga zonamiz men bu yerdan bayni kutib turmadim, lekin bayga yurib berdi, kanalda ham buzib o'tdi desa ham bo'ladi. Bu yerdan yana bitta kanalim bo'lib qolishi mumkin edi, но посмотрим. Hozircha bunaqa. Tak, bu yerdan kirish analiz bo'yicha yo'q edi. Yevro dollar aytdim kanaldan chiqib ketsa, harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Mayda skalp uchun zona ishlab bergan. Mayda skalp uchun degani u maydaroq olib ketamiz. Bizga yana mana bu joy ham tasdiq ham bergan edi bayga ishlab olish uchun. Videoga, analizga kanal ko'rsatgan edim и bu yoqqacha borgan edi kanaldan chiqib ketib. К сожалению, mana bu sell zona yetmay qolgan edi, borib qolmadi. Buy zonagacha kelmadi, sell zonagacha kelmadi. GBP USD kutib turgandim, kelmadi, bu yoqqa ham kelmadi. To'g'risini aytsam, bu yoqdan buy ozgina kutib turdim, no mani bezubitk bilan yopib yubordi. Out USD kanaldan chiqib ketmadi, bizga imkoniyat bermadi kirishga. Поэтому hozirchalik eski joylarni qarab turamiz. NZD USD tak chiqib ketmadi kanaldan, kanalda pasya o'tib ketdi. Bizga iloji ham yo'q, ishlashga iloji bo'lmadi. USD CAD тоже hech narsa yo'q, bu уже o'tgan kunniki edi. Bizga hech narsa bermadi. USD CHF, USD CHF было желание, bor edi, mana bunaqa olib ketsa zo'r bo'ladi, lekin olmadi. Yevro GBP тоже kelmadi. Kecha bozor yurishi juda ham zo'r bo'lgan edi. No. Tak, a вот GBP NZD bizga ishlab berdi desa ham bo'ladi, chunki men ko'rsatdim kanaldan chiqib ketish kerak, chiqib ketganiga. Tak, net, mana bu esimga ham yo'q nima bor edi, no, то есть stopda bu уже boshqa strategiya bo'yicha, boshqa nimalar bilan stop mana bu joyga bo'lish kerak edi и mobodo mana bu joylargacha borib kelish mumkin. No, это уже analizga kirmaydi. Bunisiga bu yerdan bizga bitta tasdiq bo'lgan edi, ko'rsatdim ham, bizga ishlab bergan edi. Bunaqasiga agarda qarasa ham bizga kamida 1/3 yurib bergan, даже 1/4 ham yurgan edi. No, хотя бы так tasdiq boshqa yo'q edi ham bu yoqqa kirishga. Bu joyda ko'rsatdim, tasdiqsiz bu yoqqa kelib, olib ketib, bizga 1/4 yurib berdi. Bitta plusgina bor, no, и то хоть так. Bu yoqdan kutilgan joy uncha yo'q. No, bizga ishlashga ham variant yo'q bo'lgan desa ham bo'ladi. Bu chizilgani уже bizning strategiyamiz bo'yicha emas. No, хотя тоже chizgan paytim qayerga qanday yurib berganini, birinchi bu yoqqa, keyin bu yoqqa почти ko'rsatganimdek yurgan edi. No, это уже boshqa. Bu yoqdan ham salgina kelmay qoldi, zaparat qildi, kelmadi. Bu yoqdan esa тоже hali hech narsa yo'q, и yevro NZD ham hech narsa yo'q desak bo'ladi. O'zi ikkita para kumush zo'rgina ishlab oldi. Gruppaga ham ko'rsatgan edim qanaqa qilib olganmiz. Bu yoqqa 2 marta olganman. Birinchi marta mana bu yoqdan bezubitk bilan yopdi, keyin yana bir marta kirgandim. No, yaxshi ishlab berdi. O'zi mana bunaqa variantni kutib turdim, no, o'xshamadi. Birdaniga pastga ketib normalligina yurib berdi. Tilloga 50 signal yo'q. Mana bu yoqdan meni bezubitk bilan olib ketdi. Bu yoqdan уже o'zim risk bilan kirgan edim. No, тоже mana bu yoqdan mana bu joyga 80% yopdim, gruppaga yozdim. И уже mana bu yoqdan bezubitk yopib hech narsa bermadi desa ham bo'ladi. Bu joylardan bizga mana bu joy 50 joy
umuman hech narsani bergani yo'q. Tak, GBP GPI agarda qarasak, bizga mana bu yerdan bittagina joychani berdi. Men buni ko'rmadim. Shurush tepaga ketib qoldi. Impuls juda ham qattiq bo'ldi. Biz bunaqa impulsni unutishimiz kerak. USD GPI ishlab berish imkoniyati hali bor. Bir keldi, ikkinchi keldi. Bu atroflardan уже sellni kutib tursak bo'ladi, lekin hozirgi holatga qarab turamiz, mabodo даже kirish ham bo'lib qolishi mumkin. Bu yerdan ham o'sha bir qilib berdi, ikkinchi qilib berdi. Bizga вот так вот хотя бы 3 ta plusgina bor. 3 ta plus bor. То есть kumushdan plus oldim, Euro GPIdan plus olsa bo'ladi. Yana qaysidir para bor edi bizga. Euro out ham ko'rsatuvdim. Yo'q, GBP out. GBP out bizga chiroyli yurib berdi 1/4. 3 ta plus bor. Kun так себе o'tdi. Bizga zonamiz yaqin zona yo'q edi, поэтому yomon emas. 3 ta zona bo'lsa ham ishlab berdi. Endi esa bugungi analizda ko'rib chiqamiz. O'zgarish yo'q desa ham bo'ladi. Bu mabodo o'zgarish ham bo'lib qolishi mumkin. Tak, buni men уже yo'q qilaman. Bu hozirchalik turaversin. Bunday qilamiz. Mana bu yerdan harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Qarab turamiz, agarda kelib qolsa. Buy zona hozirchalik yo'q. Yaxshisi, agarda bunday qilib borsa, keyin o'zgarish ham bo'lib qoladi. Hozircha indeks dollar bunaqa narsani kutib turish mumkin. Euro dollar mana bu joyda kutib turaman. Boshqa variantim sal-pal yo'qmaydi desa ham bo'ladi. Salgina riskli variant bu, agarda mabodo kelib qolsa, qarab tursak bo'ladi sellga. Mana bu joy ham bu, mana bu joy ham bu, mana bu joy ham bor. Katta time frame'dan olganimiz yaxshiroq bo'lar edi. Bitta zonamiz, ikkinchi zonamiz. Sellga hali tasdiq faqat mana bu zonamiz bor. Qolgani 1 soatligiga nima bor ekan? 1 soatligiga hali hech narsa yo'q ekan. Mabodo bizani вообще mana bunaqa ham qilib borish mumkin. Mana bu atroflargacha borib kelishimiz ham mumkin. Ko'ramiz, qaraymiz, chiqib ketsa, potom ishlaymiz. Hozirchalik bugun menimcha bunaqa narsani qilmaydi. GBP USD здесь то же самое, uncha hech narsa yo'q, kesa. Sell uchun, faqat mayda time frame uchun mana bu joydan harakat qilib borsak, hozirchalik тоже не очень, harakat qilib ko'ramiz. Qaraymiz, bugun yana bir marta mana bunaqa narsani qilib borish mumkin. Вот такое вот narsa, и уже mana bu atroflargacha borib kelish ehtimoli bo'ladi. Пока что ideya unchalik yo'q. Buy zonani ko'rsatdim. Ehtiyot bo'lamiz. Hammasini olib ketib, keyin tepaga ketib qolishi ham mumkin. Bu yerdan kanaldan umuman chiqmadik, kanalda расширение qilib bordik. Посмотрим. Hozirchalik ideya bunga ham unchalik yo'q. Mayda time frame'da ishlab olish mumkin. Mayda time frame'da misol uchun mana bu joydan ham ishlasa bo'ladi, mana bu joydan ham pastga olsa bo'ladi. Mayda time frame это mayda time frame. Minchagina yuradi scalp qilish uchun. Уже kimdir ulgura olmay qolishi ham mumkin. Поэтому bizga katta zona kelgani yaxshiroq bo'ladi. Ko'proq yurib beradigan. Так, а вот NZD USD уже nimadir qilib bordi. Kanalda расширение qilib borgan. Tepasigacha bordi, здесь to'g'risi zona yo'qmaydi, такой-da. Посмотрим, mabodo mana bu joydan ham ishlab ko'ramiz. Mabodo. To'g'risi yo'qmaydi. Bizga juda ham qattiq tasdiq bo'lish kerak mana bu yerdan ishlashga. USD CAD тоже ideya hozirchalik yo'q. Вот эта zona bizga kelish kerak mana bu zonagacha. Keyin biron nima qaraymiz. Buy uchun endi kelar ekanmi yoqqacha.
Так, bu yoqda yana nima bo'lishi mumkin? Mana bunaqa narsa ham bo'lib qolishi mumkin. Mana bu atroflargacha borib kelishimiz ehtimoli bor. Buni ideya bermayman, chunki bu yoqdan kirish nuqta judayam xato bo'lib qoladi. Хотя, может быть, как уровеньda mana bunaqa narsani ham qilib ehtimoli bor. No, buni ideya qilib bermayman, chunki bu mani strategiyamdan chiqib ketadi. Это как variant olaman. Так, use the chef yomon bo'lgani mana bu yoqqa kelmadi-da. Yomon bo'ldi. Buni как qarzdek qolib ketgandek bo'lib qoldi. O'shanga yomon bo'ldi. Mana bu yoqqa kelsa, qaraymiz, biron nima qilishimiz mumkin mobodo. Agarda tasdiq bersa. Past zona qolib ketyapti, tepa zona qolibdi. Euro GBP bu yerdan ham o'sha eski zona qolib ketyapti. Kattaroq time frame ishlaganimiz yaxshi. Kichkina time frame olsang, mana bu joy ham bor. Bizga sellga, mana bu joy ham bor sellga. No, yaxshisi kattaroq time frame ga olganimiz yaxshi. Buy uchun zona faqat mana bu. Shunday qilib, asta-sekin mana bu joylarga ham borib kelish mumkin. Yangilik bo'lsa, bironta o'zgarish bo'lsa, u tomonga bu tomonga chiqib ketsa, keyin уже o'zgarish bo'ladi. Tak, bularni yo'q qilaylik. Bu bizning strategiyamizdan chiqib ketyapti. Buyog'i bizning strategiyamiz bo'yicha emas. Tak, buni ham yo'q qilaydi. Qarang, bitta qarz qoldi, ikkinchi qarz qoldi, uchinchi qarz qoldi. Bunaqa narsani ham qilib qo'yish mumkin mobodo. Buy zona bor, sell zona bor, hali ham o'sha eski zona. Qarab turamiz, если что, ishlab qolish mumkin. Qayergacha borib kelish mumkin? Даже mana bu yoqqa ham borib kelish ehtimoli bor. Mana bu joylardan harakat qilib ko'rish mumkin bo'ladi. Pasmoy, mana bu yerdan tasdiq chiroyligini bersin, если что, ishlaymiz. Tak, bu yerdan o'zgarish yo'q, sell zona yo'q, ishlab berdi. Buni o'chiramiz. Buy zonamiz hali ham o'sha turibdi. Yana variant bor? Yo'q, boshqa variant ko'rmadim. Bu joyda olib ketib, bizga yurib berdi 1/4, bizga yetarli. Hozirchalik variant yo'q. Faqat buy uchun variant bor. Tak, bularni o'zimga mishat beryapti, to'g'risini aytsam. Bularni o'chiraylik. Bor mayda zona bilan ishlab berdi-da, qarang. Mana bu zona bilan ishlashni boshladi. Boshqa variant hozirchalik yo'q. Yo mana bu joylardan, tasdiq berish kerak. Yo mana bu joylardan. Sell uchun, buy uchun variant bor, sell uchun variant bor. Qaraymiz, ishlaymiz. Euro out. Buni ham o'chiraylik-da birinchi. Sell zona bor, variant bor, buy zona bor. No, yaxshisi mana bu zonani qaraychidim va mana bu zonalarni yana bir marta e'tiborga beraydim baribir. Tak, bu yerda kelib olib ketdi. Boshqa variant yo'q, faqat mana bu zona. Da. Zonamiz bor, kelsa ishlaymiz. Еврокат. Давайте mana bularni yo'q qilaydi. Tak. Bu yerdan chiqib ketish bor. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mana bunaqa narsani ham qilib o'rish mumkin. Tepaga ketib. Buy zona 1, buy zona 2, sell zona 1, sell zona 2. Variantni qaraymiz, qidiramiz, kelsa ishlaymiz. Tasdiq bilan iltimos, sizlardan depozitlaringizda asrayladi va просто так kirish qilvormanglar iltimos. Depozitingizda asrab ish qilishimiz kerak. Money management nomer 1 bo'lishi kerak. Euro NZD mana bu atroflargacha borib kelish mumkin. Men buni hozirchalik qoldiramiz skalp qilishga. Skalp qilishga chiroyliroq variant bo'ladi. Bu yerdan chiqib ketgan, как hozir где это было?
agarda qarasangiz qaysi joyga o'xshaydi? Mana bu joyga o'xshaydi. Agarda e'tibor bersangiz, qanchalar pastga ketdi. Bizga kanal bor edi. Bu flag pattern kelib, qaytib, yancha yurib bergan edi. Xuddi shunaqa mana bu joyga ham xuddi shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Даже qaytish ham bergan edi, yana ancha yurdi. Yana anchani yurib borish mumkin. Mana bu atroflargacha. Agar xohlasanglar, bunday Fibonacci'ni tortasizda, mana bu joyda belgilaysizda va ko'rasiz. Bu yoqqacha ham borib kelishi ehtimoli bor, yo'q emas. Tak. Mana bu bayda men даже harakat ham qilmaychidim. Mayli, dальше. Tillojon. Mana buni olib ketishga baribir qarab o'tiraman, mana buni olib ketganiga. Adashmasam, kichkina time frame'ga ham nima bo'lgan? Mana bunaqa narsani qilib o'rgan edi. Nima ekan? Flag ekan. Agarda qarasangiz, даже mana bunchasini yana yurib berish ehtimoli ham bor. Ehtiyot bo'lamiz, tillo. Mana bu atroflargacha borib kelish mumkin. Salgina ehtiyot bo'linglar, iltimos. Tak. Nima bo'yicha? Вот такой вот. Mana bu atroflargacha borib kelish ehtimoli bor. Уже даже почти borganam. Пока что ideya qolib ketsin, ideya turaversin. Tak. Da, ideya turaversin, menga hozirchalik yoqmayapti. Ko'mish jonimiz nimani qilib yuborish mumkin? E'tibor beramiz, bunaqa qilamiz va mana bu joyda belgilaymiz. Tak. Video davom ketyapti. Mana bu atroflargacha borib kelishi ehtimoli yo'q emas, bor. Tim bo'li qaytish ham bergan hozir chiroyligina. Qayergacha? 38.2 gacha. Может быть, men hozir tasdiqlarni ko'rib, tasdiq ham bor edi. Hozir если что, даже bitta kirish ham qilib yuboraman mana bu joygacha. Harakat qilamiz ushlashga. Ko'rsatdim, kanaldan chiqib ketib, qaytish berish kerak. Chiqib ketib, qaytish bergan mana bu yoqqacha ham borib kelish ehtimoli bor. Yo'q emas, bor. Qaraymiz, bu bizga ishlab berdi skalp uchun. Bu zona тоже ishlab berish ehtimoli bor, yurib berish ehtimoli bor, yo'q emas. Qaraymiz, ko'ramiz, если что, ishlaymiz. Faqat ehtiyot bo'linglar. Tak, GBP GPI tasdiqsiz, tipe tasdiq bergan bizga zonamiz. Yo'q edi desa ham bo'ladi. Endi hozirchalik bayzona selzona ham mana bular faqat. Bunaqa yurib berish ehtimoli bor, yo'q emas. Bir kun necha anchani yurgan, paytda bugun ham xuddi shunaqa yurib berish ehtimoli bor. Katta time frame ga olsak, katta time frame'larni olsak, bu yana ancha pastga ham ketib qolish mumkin. Mana bunaqa narsani qilib yuborib. Agarda hayga kelsa, посмотрим. Пока что ideya yo'q, no. Mana buni qoldiraylik mana bu yoqqa. Kelsa keyin gaplashamiz, ko'rsataman. USD GPI. USD GPI bizga nabarot mana bu joyda ham ko'rmadim. Mana bu joyda ham ko'rmadim. Qaytish berib, yana davom pastga bo'lib qolishi ham mumkin. Посмотрим. Ko'ramiz, qaraymiz. Tasdiq hozirchalik yo'q. Вот Euro GPI ga tasdiq bor edi, ishlab bergan. Bu yoqqa ham bunaqa narsa bor ekan. Chiroyli kanalchani ichiga bo'lib qolgan edi. Пока bunga ham ideya yo'q. Если что, mana bu bayzona ham bo'lib qolishi mumkin. Пока sell uchun ideya to'g'risi yo'q. AGP 225 bizga qaytish bermadi, shu turish tepaga borib keldi. Qaytishsiz. Buni yo'q qilamiz, buni yo'q qilamiz.
qanaqa vaziyat bo'lib ketibdi? Qanaqa vaziyat bo'lib ketibdi? Qayergacha borib kelishi ehtimoli bor. Вот так вот. Yo'q emas, buni ehtimoli bor, lekin men bunaqa qilib men ishlamayman, tim bo'lib hayda ham olib ketibdi, qaytish beribdi, yana ancha pastga yurib berish ehtimoli yuqori bor. Hozircha GPI'larni indamaymiz. Tillo yana pastga davom bo'lib qolishi mumkin, kumush yana pastga davom bo'lib qolishi mumkin. Bularni men ko'rsatdim zonalarni. Hammaga xayr, omad bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga chiroyli take profitlarni tilayman.